Rishton tumanidagi Toshog'aliq mahalla fuqarolar yig'ini Zubaydaxon Ubaydullayev uchun begona emas. Sababi opamiz shu mahalla fuqarolar yig'inida bir necha yildirki faoliyat yuritib kelar edilar. Yaqindagina o'tkazilgan oqsoqollikka saylov natijasiga ko'ra opa ko'zga ko'rinarli ovoz olishga muvaffaq bo'ldilar va endilikda Toshog'aliq mahalla fuqarolar yig'ini raisi sifatida boshqarishni boshladilar. Zubaydaxon opani bu yerda hurmat qilishadi. Sababi opa avvalgi faoliyati davomida bir necha o'nlab ayollarni ish bilan ta'minlagan va bir necha qizlarga tadbirkorlik sirlarini o'rgatib, shu sohaga yetaklagan. Mana joriy yilning 24-may kuni hamma mahallalarda bo'layotgan kabi bizning mahallada ham saylov jarayoni bo'lib o'tdi. Bunda g'olib chiqish oson kechmadi, chunki 3 ta nomzod ko'rsatilgan. Bulardan mana Alloh nasib etib, isig'i yuz berib 69 ovoz bilan yutib chiqdim. Bundan avvalo mingdan rahmat deyman, chunki xalqim bilishadi. Mana 535 ta xonadon, 2727 ta aholi, 818 nafar oila bilan ishlayib, Xudo xolasa ishlayman. Bular hammasi bilib, ishonch bildirib, nomzodimni qo'llab-quvvatlashdi. Xudo xolasa bundan keyin yana yutuqlarga erishishni, mahallani obod qilishni, chiroyli qilishni, nomini chiqarishni, prezidentimiz tomonidan chiqarilgan har qanday qaror va farmonlarni xalqqa yetkazish va ularni ijrosini ta'minlashni, chiroyli sanalardagi tadbirlarda mahalla bilan ahil qatnashib, o'sha tadbirlarni mahalla kesimida ham tashkillashga Xudo xolasa harakat qilamiz, bel bog'laymiz Xudo xolasa. Endi baribir har bir rais oldiga qo'ygan rejasi bo'ladi, maqsadi bo'ladi. Mana shu rejalar bilan o'rtoqlashsangiz. Rejalaringiz. Xudo xolasa rejalarimiz, ko'chalarimizni obod qilish, mahallalarimizni obod qilish, kambag'allikni qisqartirish, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, shaxslar, nogironligi bo'lgan shaxslarga har tomonlama yordamlar berish, keksa onaxon, otaxonlarni ziyoratlarga olib borish, ularni xursand qilish, xalqni rozi qilish rejamiz Xudo xolasa. Rais opamizning rejalari bisyor va ana shu rejalar asosida opa mahallani farovonlikka, aholisini esa yuksak marralar sari yetaklashi shubhasizdir.